Avtobus o'tolmayapti. Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod ko'chasi. Chuqurlar, rosa chuqur mana bu yerlari. Ba'zi o'tib kelyapti. Ichida odamlar bilan to'la bo'lsa, qiyin bo'ladi. Buni qaranglar, yo'llarni ahvolini. Toshkent shaharda joylashgan mana bu avtobus to'xtab qolyapti asosda o'tib. Orqada yuk mashinalariga ham juda ham qiyin. Yengil mashinalar tez o'tib ketadi birdaniga. Avtobusda qiynalib o'tadi, qaranglar. 117-avtobus. Bu yerda ham hovuz turibdi mana. Yuk mashinalari ham qiynalib o'tadi. Avtobus turibdi, odam bilan to'la turibdi. Bu tomonni ham shunaqa ahvol. 2 oy oldin chiqargandim, baribir shu ahvol. Hech kim remont qilgani yo'q. Asosda qilinyapti remont. Lekin